Assalomu alaykum yurtdoshlar, biz Turkistondamiz. Nazarbay Turkiston, Zangata tumani. Mana 2 qavatli domlarimiz g'ishtdan qurilgan, gazlarni olib kirib qo'yilgan. Svet muammo yo'q. Mana 36 kvadrat. Mana podvolingiz 36 kvadrat beriladi sizga. Mana 2 ga bo'lib qo'yishgan. Mana bunaqa suv bo'lmay qolsa deb straxovkaga bochkalar qo'yib qo'yishgan. Mana zinalariga ham did bilan. Mana eshiklarimiz quruvchi tomonidan akachentalar qilib qo'yilgan. Buni o'zlari remont qilganlar, olgan odam. Mana bir xona, oshxonasi 2 ga bo'lganlar 36 kvadrat bu. Bir xona uy deyapman-ku. 2 ga bo'lib qo'yganlar akam. Mana. Endi qarang, 2 tani olganlar-da. Mana kalidoringiz. Tushuntirmasam bo'lmaydi. Mana 2 ta eshik. İştani bitta qilib olganlar 72 kvadrat shunda. Mana to'rxona uy qilganlar. Mana sanuzel xonasi. Baraka topsinlar. Akkuratnik qilib qo'yibdilar. Kimga shunaqa uy joy kerak? 36 kvadrat, 36 kvadrat podvolam sizniki bo'ladi. Shunda bu akamiz 72 kvadrat, 72 kvadrat, 144 kvadrat joyga ega bo'ldilar. Boshiga 12,5 million, qolgani 70 oy to'lis. Mana tushuntirib qo'yay, ko'rsatay dedim. Sizlar uchun keldim, obunachilar, Nazarbay Turkistonga. Mana 2 qavatli, mana patologi mansardaga cherday o't. Qiy-chuv, baqir-chaqir, anu